Bugun Yandexga chiqib ishlamasam bo'lmaydi. Oka mashina berib qo'yishingiz kerak, pul kartadan tushadi. Xo'p. Berib olgan dastavkam ham pul tushmadi-yu. Oka, mana dastavka. Shu bo'ldi. 23.800. Mana 20 ming bo'ladi senga. Odamlar qanaqa bo'lib ketyapti? Oka, shunaqa gaplading. Shunaqa oka. Oka masga zo'r maslahat beraman. Qanaqa maslahat? Oka masga zo'r maslahatim Toshkent Sifat taksi parkiga ulaning. Ularda litsenziya berishyapti halol narsa savdoga ham. Toshkent Sifat taksi parki har oy oxirida o'zini eng aktivni ishchilariga tayinrovka ruxsatnoma, video registrator, inspektor antiradar beryapti. Motoringiz ketib qoladigan bo'lsa, motoringizni qilib berishyapti. Ballonlaringiz kelgan bo'lsa, balloningizni qilib berishyapti. Arendangizni to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, arendangizni ham dash to'lab berishyapti. Men ularga qanaqa ulansam bo'ladi? Instagramda Toshkent Sifat taksi parki deb yozadigan bo'lsangiz, ularga podpiska tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, siz ishingizni boshlab olishingiz uchun ham bonus tashlab berishadi. Har oy oxirlarida bonuslar ham bo'ladi tasha. Ko'rayotganlarda xuddi shunaqa holatga tushib qolmaslik uchun Toshkent Sifat taksi parki bilan olinglar, sizlarga yaxshi bonuslar qilib berishadi.